Ha, boshlaydi. Norinni cho'ga qishloq. Rajas chopganchi. Endi men shuni chop tirikchilik qilishim qoldi endi. So'kini berib, Prado olib berdim bolam. Men buni sota bir yo'l taqib ketadi. Hozir usta incha boshdan Ma'ruza ketyapti bolalar. To'plarni haydab, to'plarni qilib yuborishadi. Tog'a yaqinroq turing-da. Kichkina blogercha qo'shiq aytadi. Nog'orani cho'ganingizga qancha olasiz? Nech pul berishadi? pasportdami? Mana shuni cho'ganki, mana qancha ham bor ekan. Sen siganlarda ansambliga o'xshab qolyapti. Sayin qilaylik, yo'qmi edi? Kino bordi, sabr qo'ydi, video bordi, ilgari siganlarda. Mana shular. Yo'qmi? Nima edi? Instagramda. Qo'ying, qanaqa ideya bo'ladi? Men senga aytganman, qora kiyimga qora galstuk taqadi. Galstukni menga mos ekan. Yoki bu bolaga ber. Buni o'rga sen onu kapalaydi holda sen taq, ana qo'ng'izni bu yoqqa ber. O orqadan chiqib ketmasin. Mana shu qo'yib bu. Mana shu gilamni ustiga qo'yib. Hani havali paxtaya haydab ilgari. Ha, endi so'rayapti paxtaya nima qilsa, hali paxtaya haydab ketayotgandagina o'rmon olmoqchi. Ha, ammo paxtaga deb mana degan nima unda desa, karneyda gapirasiz, hammani haydaysiz deganida. O karney olmagan, ana tumalak karney. Paytda mashina yurardi. Karney bordi. Akalarning ichida boradi. Mo tomoni karney ekan. Mashinaga o'xshaganiga karney. 5 ta qog'oz. Aytdim men 500 dollar Viloyat farqi yo'q. Farqi bor nimaga? Qo'shiladi endi yo'l kiraga barib 100 dollar. Uzoq yaqinligiga qarab. Men Qashqadaryoga 5 vodiyga chiqqanda puliga bormayman. Albatta. 10 kishi. 10 kishi